Ushbu mahsulotni siz ham o'zingiz uy sharoitida foydalanib ko'rsangiz, bittadayoq yaxshigina rezultatini, natijasini ko'rishingiz mumkin. Ushbu mahsulotimiz Koreyani original karboksi terapiyasi hisoblanadi. Ya'ni bu karboksi geli. Buni uy sharoitida o'zingizga maska qilib foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, bu qanday bo'ladi? Buni ochganingizda ichida shunaqa ko'rinishda 5 ta shunaqa shpris bo'ladi. Buni ichida geli bo'ladi, ya'ni karbon geli. Keyin shu ko'rinishda 5 ta maskasi bo'ladi. Buni o'zingiz uy sharoitida qilsangiz juda ham yaxshi natija olasiz. Xo'p, qanday yuzlar uchun mos? Bu barcha turdagi yuzlar uchun mos keladi. Yuzingiz charchagan bo'lsa, yuzingiz xiralashgan bo'lsa, yuz teringizni yumshatib beradi. Karbon geli, ya'ni kislorod bilan yuzingizni oziqlantiradi. Qon aylanishini yaxshilaydi. Agar yuzingizda ajinlar bo'lsa, ajillaringizni yumshatib beradi. Yuzingiz osilgan bo'lsa, teringizni taranglashtirib beradi. Terini elastikligini oshirib beradi. Yuzingizdagi pigmentatsiya dog'lari, xiraliklarni ochartirib beradi. Ya'ni teri hujaygalarini yangilab beradi. Keyingi yangi hujaygalarga zamin yaratib beradi. Agarda yuzingiz muammoli, qizaruvchan, ta'sirchan bo'lsa, yuzingizdagi xiraliklar, yuzingizdagi qizarishlarni tinchlantirib beradi, poralaringizni toraytirib berishga yordam beradi. Uy sharoitida buni qilib ko'rsangiz bo'ladi. Buni yuzingizga shprisdagini tomizdirib chiqarasiz, yengil massaj qilasiz, yuzingizni yegizdirasiz, hamma joyiga yegizdirasiz. Buni yarmi ketadi. 2 marta ishlatishingiz mumkin-da buni. Qo'shimcha maskasi ham bo'ladi yana. Buni yarmini chiqarib, yuzingizga yengil massaj qilib, keyin bitta maskasini chiqarib, yuzingiz mana bu yuzingizga mos bo'ladi. Yopishtirib olasiz yuzingizga. Keyin 20-30 minutdan keyin yuzingizdan olib tashlab, iliq suvda yuzingizni chayasiz. Yuzingiz shunday ochiladi. Teringiz kislorod bilan boyitiladi. Yuzlaringizda ajinlaringiz bo'lsa, teringiz taranglashganini, yuzingiz nafas olayotganini his qilasiz. Ya'ni umumiy qilib aytadigan bo'lsam, hamma yuz turlariga buni ishlatib ko'rish mumkin. Yuzingiz charchagan, xira, dog'li bo'lsa, juda ham yaxshi foydasi bo'ladi buni. Bitta pachkasi shu ko'rinishda 270 ming so'm. Agarda siz bitta shprisini hamda bitta maskasini bir martaligini oladigan bo'lsangiz, unda 65 ming so'mdan to'g'ri keladi. Bu xavfsiz, o'zingiz uy sharoitida qilsangiz bo'ladi. 20 yoshdan boshlab qilish mumkin. Yuzingizda agar pigmentatsiya dog'laringiz bo'lsa, bir haftada bir marta ishlatib tursangiz ham yuzingizdagi dog'laringizni ochartirib berishga yordam beradi. Ya'ni qo'shimcha ishlatyap turgan dog'iga mo'ljallangan serum, kremlaringizdan tashqari buni ham o'xotlaringizga qo'shib olsangiz, yuzingizdagi pigmentatsiyalarni ochartirib berishga juda katta yordam beradi. Yuzingizda qanaqa muammongiz bor? Telegram gruppamizda videoni tagida ham qoldiraman, hamda kommentlarga o'tsangiz, kommentlarda ham qoldiraman gruppani linkini. Linkni ustiga bossangiz, shunday gruppaga ulanib ketasiz. Telegram gruppamizga qo'shilib, yuzingizga tavsiyalar so'rang, maslahatlar so'rang. Yuzingiz uchun mo'ljallangan barcha turdagi muammolaringizga Koreyani original kosmetikalari bilan yechim topamiz. Juda ko'p ayol qizlarimiz yaxshi natijalar olishyapti. Alhamdulillah. Ayol qizlarimiz o'zlarini sevib, o'zlariga ancha qaraydigan bo'lib qolishdi. Barchaga rahmat. Videoni ko'pchilik ko'rish uchun like bosib qo'yinglar. Borlaringga shukr.